Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Uyg'ur irqi qirg'inchiligi dastlabki qadamda g'arb dunyosidagi ko'p qism sohaga tanishlik tushunchaga aylangan bo'lsa-mu, ammo uning davom qilayotganligiga 6 yildan oshgan bugungi kunda turli uchur yo'llaridan ma'lum bo'layotgan ma'lumotlar buning yanada izchil davom qilayotganligini ko'rsatmoqda. Ani shu xil reallikqa qarta har qaysi sohalarning bo'libmi Amerika hukumatining diqqatini yana bir qatam bu jiddiy masalaga qaratish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyg'ur birlashmasining o'rtaq sohibxonligida 11 dekabr kuni kechqurun Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish kuni temasida muhokama yig'ini chaqirildi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlaridan Luis Agriyev bu qatimqi muhokama yig'inining riyosatchiligini ustiga olgan bo'lib, oldi bilan bu qatimqi yig'inning o'rinlashtirish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Bo'libmi Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqidagi sud hukmnomasi e'lon qilinganligi 2 yildan oshgan Amerika hukumati va bir qism g'arb parlamentlarimi bu qirg'inchilikni e'tirof qilgan. Shi Jinpingning bosh qo'mondonligidagi bu zo'r qirg'inchilik, zo'r tutqun, lager sistemasi va majburiy emgak orqali bir butun Uyg'ur millatini uzil-kesil yo'q qilish oldida turayotgan hozirgidek favqulodda paytda bu to'g'risida texim kuchli bo'lgan tadbirlarni elishning ta'xirsiz bo'lib kelayotganligini alohida eskartdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanatmo orqadan so'zga chiqib, hozirgi vaziyatda texim kuchlik va amaliy bo'lgan harakatlarning Uyg'urlar uchun eng jiddiy bo'layotganligini tilga oldi. U hozir Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish haqida qaror e'lingani 2 yil bo'lgan. Shuningdek, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qirg'inchilikni cheklash ahdnomasi e'lon qilinganiga 75 yil bo'lgan xotir kunida Uyg'urlar haqidagi muzokara bosqichida turayotgan qonun loyihalarini tezdan qonunga aylantirish, Tığım köp Xitay əməldarlarına cəza elan qilish, shuningdek Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sishni bir turlik aktiv va kollektiv harakatga aylantirish lozimligini ta'kidlab, bu vaqtdagi tığım kuchli harakatlar qirg'inchilikning qurboniga aylangan Uyg'urlarni unutmaslik o'xshashli muhim deb ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa va Uyg'ur sud kollegiyasining qonun maslahatchisi Hamid Sabi apandilar tor orqali muhokama yig'iniga qatnashdi. Ular so'zlarida qurultayning har yili 9 dekabr kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish kunida bekitishdagi bir muhim nishonning Amerika boshchiligidagi demokratik ellardan bu xil qirg'inchilikning qayta yuz bermasligiga haqiqiy kapolatlik qilishni talab qilish ekanligini, Uyg'urlar haqida hozirgacha ma'lum bo'layotgan uchurlar amaliyotda Xitoy hukumati Uyg'urlarga selayotgan zulmlarning faqat 10 mingdan biri ekanligini, bundaq ahvolda dunyoning sukiti Xitoyning yuragini tiqim yo'g'antishdan boshqa yarmaydiganligini bayon qildi. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Barnes 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga qarshi turadiganligini bildirgan. 11 dekabr kuni BDT Dunyo kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilinganligining 75 yillik munosabati bilan Amerikaning Beijingda turishliq elchixonasining to'g'rida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari har qaysi davlatlar va xalqlar bilan birlikda Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa millatlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga qarshi turadi deyilgan. Bayonotda yana Xitoyni o'zining kishilik huquq amaliyotini ko'zdan kechirishga, xalqaro kishilik huquq majburiyatiga amal qilib, o'z xalqiga bergan va'dalarini ado qilishga chaqirdiganligi ta'kidlangan. Bosh elchi Nicholas Barnes shu kuni X'da e'lon qilgan inkasidimi Sharq Turkistonda yuz berayotgan dafsanchilikni tanqid qilganligi, Xitoyni kishilik huquq majburiyatini ado qilishga chaqirdiganligini bildirgan. Bosh elchi Barnesning inkasida mundaq deyilgan: "Mening 2023 yillik kishilik huquq kuni munosabati bilan e'lon qilgan bayonotim Amerikaning kishilik huquq tashabbusini ifodalaydi. Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiang, Tibet, Hong Kongdagi dafsanchiliklarni, shundaqla o'z fikrini erkin ifodalaganlarni tutqun qilishini ayiblaydi. Biz Xitoy hukumatini kishilik huquq majburiyatiga amal qilishga chaqiramiz." Beijingda turishliq Amerika elchixonasi bayonot e'lon qilishning harpisida, ya'ni 8 dekabr kuni Amerika ana vatan bexatarligi ministrligi Ili oblastlik Jixi idorasining boshlig'i Gauchi bilan Xinjiang xizmatini moslashtirish markazi rahbarlik guruhi ishxonasining sobiq muavin mudiri Xulian Xiga, shundaqla Uyg'ur majburiy emgak chetishliq Anhui Shinya yangi materiallar shirkati qatorliq 3 Xitoy shirkatiga embargo qo'ygan edi. Belgiya parlamentining Avam palatasida 11 dekabr kuni Xitoyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtani 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatish tashabbusi o'ttirib qo'yilgan. Mazkur tashabbus Ilhom To'xtaning qizi Javhar Ilhom, Belgiya parlament a'zosi Samuel Kogalati,
va Bryussel Hürriyet Universiteti Xitoy tadqiqot institutining professori Vanessa Frangvelli qatorliq shaxslar tarafidan o'ttir qo'yilgan. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ministrlar, parlament a'zolari, universitet professorlarini o'z ichiga olgan 180 kishi Ilhom To'xtining 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilishini qo'llagan. Bryusselda Ilhom To'xtining Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatishni tashabbus qilish uchun ilm-fan xodimlari, parlament a'zolari va ommaviy jamiyatlar birlikda harakat qilgan. Bu orqali Dunyo kishilik huquq kitobnomasining 75 yillik xotirlanayotgan bir paytda Xitoyning Uyg'ur xalqiga qartilgan keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligiga butun dunyoning diqqatini yana bir qatim tortgan. Belgiya parlament a'zosi Samuel Kogalati bu haqda Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundoq dedi: "Bu tashabbus ajoyib muhim bir ish bo'ldi. Chunki biz xalqaro saviyadagi eng chong hamkorlikni barliqqa keltirdik. Kanadadan Yaponiyagacha, Rwandadan Avstraliyagacha, Turkiyadan Fransiyagacha bo'lgan nurg'un davlatlarning ilmiy xodimlari va parlament a'zolari orasida Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xti uchun ko'rik yasalganimizdan faxrlandim. Ilhom To'xti yillardan beri Nobel tinchlik mukofoti berilish ehtimolligi bor shaxslar qatoridan o'rin olib kelmoqda. Bu qitim o'xshamaydigan yeri shuki, faqat siyosiyonlarla emas, balki dunyoning har qaysi joylaridagi ilmiy sohadagilarmi Ilhom To'xtini qo'llaydiganligini bildirishdi. Men bu qitimlik harakatimizning natijaga erisha oladiganligiga ishonaman. Bu orqali dunyoga Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishining cho'qim to'xtalish kerakligini ko'rsata olamiz. Xitoy Ilhom To'xtiga o'xshash ziyolilarni jimiqtirishga tirishyotdi. Shung bizning bostirishga va zulmga qarshi birlikda ovoz chiqarish va Uyg'urlarning erkinlik uchun kurash qilish majburiyatimiz bor. Ilhom To'xti 2014-yili Xitoy hukumati tomonidan bo'lginchilik jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingandan buyon 9 yil mobaynida Sakharov mukofoti, Martin Annales kishilik huquq mukofoti, Weimar erkinlik mukofoti va Turkiyada Ismoil Gasparali mukofoti qatorliq 10 dan ortiq xalqaro mukofotga erishgan. Ilhom To'xti ilgari keyin jami 4 qatim Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga ko'rsatish 31 yanvar yarim kecha to'xtaydi ekan. Davlat boshliqlari, hukumat amaldorlari, davlat majlisi a'zolari, universitet professorlari, xalqaro sotning xodimlari va sobiq Nobel tinchlik mukofotiga erishgan kishilarla Nobel tinchlik mukofotining nomzodlarini ko'rsatishga huquqli ekan. Amerika Avam palatasining Xitoy strategiyalik raqobat alayida komiteti doklad e'lon qilib, Amerikaning Xitoyga qaratgan iqtisodiy va texnologiya raqobat strategiyasini tubdan o'zgartirishni talab qilgan. 53 betlik dokladda ko'rsatilishicha, Amerika hech bir vaqt iqtisodiy jihatdan bir-biriga zich bog'lanishli bo'lgan bir geosiyosiy raqibga duch kelib boqmagan ekan. Bu keskin raqobat Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasini tubdan o'zgartirishini, shundaqla uning iqtisodiy zo'ravonligiga taqobil turishda yangi choralarni qo'llanishni talab qilmoqda ekan. Dokladda Xitoyning o'tgan 20 yilda strategiya jihatda Amerikadan ayrilishni kuchaytirish bilan bir vaqtda dunyoga tayinishni azaytgan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning Xitoyga tayinishi kuchaytirilganligi bildirilgan. Dokladda ma'lum bo'lishicha, Xitoy strategiyalik raqobat alayida komiteti Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqa va texnologiya raqobat strategiyasini tubdan o'zgartirishga oid 150 turlik tavsiyani o'ttirib qo'ygan. Bu tavsiyalar Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatga oid shartlarni qayta bekitishi, Xitoyga Amerika texnikasi va kapitalining eqishini to'sish, Amerikaning texnologiya jihatdagi yetakchilik o'rnini qo'g'dash qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Doklad yana Amerikaning Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining ijro qilinishini, Xitoyning dengiz mahsulotlariga kengaytirishini, Xitoyning barliq dengiz mahsulot tovarlarini Amerika dengiz mahsulotlari import nazorat programmasiga kirgizib, Xitoyning qonunsiz ishlab chiqarilgan dengiz mahsulotlarga sherik bo'lib qilishning oldini olish talab qilingan. Bu doklad Amerika savdo ministri Gina Raimondo bu ayning boshlarida Kaliforniya shtatidagi bir qatimliq yig'inda Xitoyning yuqori texnikalik Amerika sun'iy aql o'zaklariga erishishiga hargiz yo'l qo'ymaydiganligini aytishning orqasidan e'lon qilindi. Gina Raimondo shu qatimliq yig'inda Xitoyni Amerika uchun eng chong tahdid deb ko'rsatgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.